Ko'rib turganingizdek, talabaga binoan yangi modelimiz keldi. Asosiy farqi buni equalizerida. Ya'ni ichida audio protsessori bor. Xohlaganingizcha xohlagan nastroykalarni qo'yib, shu 5.1 kanal subwoofer qo'yasizmi, hammasini alohida nastroyka qilishingiz mumkin. Bu oldin CC3L da 25 modelida bo'lardi. Afsuski 26 modelida equalizer bunaqa holatda emas. 3-4 tagina narsa qoldirilgan. Qolgan o'xshash joylari 464 bo'ladi. Ekrani 1280 ga 720, 8 ta yadrali, shu bilan o'xshash joylar tugaydi. Xo'p, bu modelimizning boshqa afzalliklari ichida katta kulleri bo'ladi. Mana katta 5 shumlik kuller, dirillamaydi, ovoz chiqmaydi. Ichida ikkita Bluetooth bor. Ya'ni platani o'zida alohida platada bu yerga sim karta tiqishimiz mumkin. Sim kartadan ikkita sim karta ishlatishimiz mumkin. Bitta sim kartadan butun tiqishimiz mumkin. Ikkinchisini o'ziga tiqsa bo'ladi. Komplektida bu simi mavjud. Xo'p. Bu modelimizning radio chipi ham ancha tiniq chiqaradi ovozni. Misol uchun Toshkent sharoitida 16 ta radio stansiya ishlasa, o'shani 12 ta 13 tasini juda tiniq ushlab beradi. Oddiyroq radio chipi borlar 6 tasini ham tiniq ko'rsatishi mumkin. Xo'p, ko'rib turganingizdek temalari juda ham chiroyli. Pip ekran deyiladi bu narsa. Men bu asosiy temani mantiga qo'yib menyuga chiqarishingiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari eshitgan muzikangiz bu yerga o'zgaradi. Ya'ni agar radioni eshitsangiz, o'zgarib qoladi radio stansiya bo'lib, agar MP3 eshitadigan bo'ladigan bo'lsangiz, unda ko'rib turganingizdek bu ekran o'sha oxirgi eshitayotgan audiozga o'zgaradi. Bu Bluetooth audio bo'lgan paytda Bluetooth audioga o'zgaradi. Xo'p, buni kun-tun rejimi bor, bularning temalarini, ya'ni kech payt ko'zni olmasligi uchun, salon yorug' bo'lib turmasligi uchun buni to'qroq rejimiga o'tadi. Agar bu ham yorug' deydigan bo'lsangiz, men buni ozgina bosib, yana xiralashtirish mumkin tepadagi lampochka o'sha uchun. Ichida o'zini prilojeniya magazini bor. Magazinga kirasiz. Mana shu joydan 20 tadan ortiq temasi bor. Juda chiroyli. Xohlaganingizni qo'lga olishingiz mumkin. Ko'pchiligini o'sha pip ekrani bo'ladi, shu asosiy ekranida kun-tun rejimi bo'ladi. Zamonaviy temalar. Agar siz bir paytda ikkita prilojeniyani ishlatib ketaman deydigan bo'lsangiz, juda qulay, ikkita prilojeniyani ham juda tez ishlatishi mumkin. Mana misol uchun, hozir navigator bilan radioni qo'yib ketishimiz mumkin. Yonma-yon. Yoki radioni o'rniga xohlasangiz YouTube qo'yib video ko'rib ketishingiz mumkin. Bu rejimdan chiqish uchun burchakni ushlaysiz, oxirigacha tortsangiz bo'ladi. Mana bu tugmachani bossangiz, xotiradagi hamma aktivniy prilojenelar o'chib ketadi. Boshqatdan kirish kerak endi.